Bizda mana bugun distriktda birinchi qadamimiz Biobest bilan bo'ldi. Biobestda bular ofitsialniy представители O'zbekistonga olib keluvchi, yetkazib beruvchilar. Men o'zim ham yoshligimdan dehqonchilik ichida katta bo'lganman, Shahboz aka. Biz oldindan garmonlar bilan changlatib kelganmiz. Garmonni insoniyat uchun qanchalik darajada zararligini o'zingiz yaxshi bilasiz. Tabiiy yo'l bilan changlatganda ekinni kelajagi uchun ham bor kuchini o'sha birinchi, ikkinchi hosiliga tortib berib, u yog'iga qiynalib qolishini oldini oladi bu. Tabiiy yo'l bilan changlatib bir xilda bir tekisda o'sha 7-8-kungacha chiroyli hosil olishi ta'minlaydi. O'zi O'zbekistonda ari oldin ko'pchilik ari ishlatmasdi. Asosan garmonda ishlatardi. Lekin 2018-yilda biz boshlaganimizdan keyin ko'pchilik ari ishlatishni boshladi. Ari ishlatishda plyus tomonlari, ya'ni afzalliklari, arida changlasa pomidorni ichi, ya'ni pustishka deymiz-ku, o'sha to'liq bo'ladi. Ya'ni u degani qo'shimcha gram, qo'shimcha hosildorlik. Mana shu. Mana shu bitta qirolicha. Ichida bitta mana shu qirolicha hammasini boshqaradi. Erkak yo'q bu yerda. Faqat atrofdagi hammasi ayollar. Bu yerda endi buni o'rganaman desa juda ko'p vaqt kerak. O'liklarni olib chiqib mana bu yerga qo'ygan, mana tashyapti o'liklarni. Hammasini o'zining ishi bor. Bittasi tozalaydi, bittasi qo'riqlaydi. Hammasini mana shu qirolicha boshqaradi. Qimirlayotgan qirolicha. Qirolicha, u tuxumlarga qarab ovqatlantiradi. Bular chiqib borib changni olib keladi, guldan chang olib keladi. Boshida biz ham tushunmaganmiz. Ani gulni agar telefoningizning ustiga bunday gulni ursangiz, chang tushadi. O'sha changni bular olib kiradi. Mana bu atrofdagilar olib kelib beradi. Bu qirolicha o'sha chang bilan mana bularni boqadi. Tuxumni boqib, tuxumdan keyin yana ari chiqadi. Juda qiziq hayot.